Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun GeoGebra dasturida ishlash bo'yicha keyingi dars mashg'ulotimizni taqdim qilamiz. Bugun nima haqida gaplashamiz? Bugun murakkab tenglamalar yoki parametrik tenglamalarni yoki grafik usulda yechiladigan tenglamalarni GeoGebra dasturi orqali yechishni yoki yechimini topishni aniqlaymiz. Uning uchun bizga biror bir tenglama yoki bir masala berilgan bo'lsin. Aytaylik, keling murakkabroq masala bir parametrik tenglamani olib ko'ramiz. Hop. Mana. Dastavval keling masalaning sharti bilan tanishamiz. Modul ostida x kvadrat minus 2x minus 3 teng a tenglama. Bu parametrik ko'rinishdagi modul tenglamani savollar qo'yilyapti. Birinchi, a'ning qanday qiymatlarda tenglama yechimga ega bo'lmaydi? A'ning qanday qiymatlarda tenglama yagona yechimga ega? A'ning qanday qiymatlarda tenglama ikkita yechimga ega? A'ning qanday qiymatlarda tenglama uchta yechimga ega? A'ning qanday qiymatlarda tenglama to'rtta yechimga ega? A'ning qanday qiymatlarda tenglama cheksiz ko'p yechimga ega? Demak, to'g'ri, bu savollarning ichida ayrimlarni hatto og'zaki ham topish mumkin, lekin qolgan murakkab savollarga ham javob topishda keling shu masala tenglamamizni yechishda GeoGebra dasturida vizual tarzda ko'rsatishga harakat qilamiz. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun hop, tenglamamizni olamiz. Hop. Tenglamaning chap tomonini alohida chizib olamiz. Y teng. Hop. Modul funksiyalarini yasashni ham shu yerda tushuntirib ketishimiz mumkin. Birinchi parabolani chizib ko'rishimiz mumkin. X kvadrat minus 2x minus 3. Umuman olganda mana shu ko'rinishdagi modul funksiyalarining grafiki qanday bo'ladi? Birinchi qadam nimadan iborat bo'ladi? O'quvchilarga buni tushuntirishimizda dastavval parabolani grafikini chizib olish kerak deb o'rgatamiz. Y teng x kvadrat minus 2x minus 3 funksiya parabola mana bu ko'rinishda bo'ladi. Demak, uning parabolaning uchi 1 u minus 4 nuqtada. 1 u minus 4 nuqtada. Endi parabolamizdagi grafikning x o'qidan pastda joylashgan mana bu grafigi x o'qiga nisbatan akslantiriladi. Ya'ni mana bu minus 1 nuqta, 1 u minus 4 nuqta yuqoriga ko'tariladi. Buni qalam bilan ko'rsatsak, mana bunday qilish ham mumkin. Mana bu qism grafikni o'chirib yuboriladi. Demak, mana bu grafik ko'rinishdagi x o'qining pastida joylashgan funksiyaning grafigini ox o'qiga nisbatan yuqoriga akslanadi. Bu ingliz tilidagi W harfiga o'xshagan chizma hosil bo'ladi. Endi biz qilgan ishlarimiz hozir juda ham qo'pol ravishda bo'ldi. Keling buni dasturda o'ziga qo'yib beramiz. Demak, uning uchun modul funksiyani o'zining grafikini chizamiz. Hozir men aytib o'tganim faqatgina shu modul tenglamalarda yoki modul funksiyalarida grafikni chizishdagi ayrim mulohazalar edi, xolos. Minus 2x minus 3 mana. E'tibor bering. Mana parabolaning ox o'qidan pastidagi grafik qismi ox o'qiga nisbatan yuqoriga akslanadi va mana shu funksiya hosil bo'ladi. Demak, berilgan parametrik tenglamamizdagi chap tomonidagi funksiyaning ko'rinishi yoki grafiki shundan iborat.
Endi nima qilamiz? Endi funksiyaning yoki tenglamamizning o'ng tomonidagi funksiyani chizishga harakat qilamiz. Y teng a ko'rinishidagi tenglama. A harfini funksiya parametr sifatida qabul qilib, sizga o'zgaruvchi tarzdagi nimani beradi. Xo'p, endi aytaylik, masalan, shu funksiyamizni grafigini, rangini aniq ajratib turish uchun qizil rangda qilib qo'ymoqchiman. Xohlasalar parabolani yoki mana modul funksiyani grafikini ham boshqacha qilib qo'yishlar mumkin. Menimcha bu yerda ko'rinyapti. Davom etamiz. Xo'p. Savollarga qaytamiz. Keling. Savolimizni yana shartli ravishda pastga qo'yib olamiz. Birinchi savol. A'ning qanday qiymatlarda? Buni ishlashdan oldin men sizlarga bir narsani tushuntirib ko'rmoqchi edim. Mana bu A ko'rinishidagi y teng. Mana tugmani bosganimizda A'ning qiymati o'zgarishi bilan mana funksiyaning grafiki dinamik ravishda o'zgarishini ko'ramiz. Bu bizga nimaga yordam beradi? Bu bizga shu A'ning qiymati o'zgarib borishi bilan funksiyaning grafiki o'zgarib borishini dinamik tarzda kuzatishga imkoniyat beradi. Bu juda ham katta imkoniyat. Aynan shu masala uchun juda ham qulay. Xo'p. Bizga ma'lumki, tenglamalarning yechimi tenglamaning chap tomonidagi funksiya va o'ng tomondagi funksiyalarni kesishish nuqtalari bilan aniqlanadi. Parametr ko'rinishdagi tenglamalarda shunday mulohaza bilan borish maqsadga muvofiq. A'ning qanday qiymatlarda? Keling, birinchi savolni ko'ramiz. A'ning qanday qiymatlarda tenglama yechimga ega emas? Tenglama yechimga ega emas. Mana bu holatda bu ikki funksiya kesishyapti. Demak, u musbat bo'lganda, 0 dan katta bo'lganda har doim kesishish nuqtasiga ega bo'ladi. Bir nechta bo'lishi mumkin. 2 ta, 3 ta, 4 ta va hokazo. Lekin ularning kesishmaslik holatlarini ko'ramiz. Chunki yechimga ega emas degan narsa so'ralyapti. Yechimga ega bo'lmasligi uchun, demak, qizil funksiya OX o'qidan pastda joylashgan bo'lishi kerak bo'ladi. Mana e'tibor bering, qizil va yashil funksiyalar bir-biri bilan kesishmayapti. Xo'p, endi umumiy javobni keltiramiz. Albatta bu parametrlar -5 dan 5 gacha chizilgan, bu dasturda avtomatik ravishda shunday qo'yilgan. Siz buni parametrlar o'zgartirishingiz mumkin. Xohlasangiz 20 dan -20 dan 20 gacha, xohlasangiz -2 dan 2 gacha. Sakrashlarini 0-1 qilib sakrab ketilyapti. Sakrashlarni tezlashtirib yoki kamaytirib pasaytirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Grafikdan ko'rinib turibdiki, A OX o'qidan pastda bo'lsa, funksiyalar grafiklari bir-biri bilan kesishmaydi. Ya'ni qizil chiziq OX o'qidan pastda bo'lsa, grafiki shunda. Demak, u qachon pastda bo'ladi? Y teng A funksiya A'ning minus cheksizdan 0 gacha bo'lgan qiymatida. 0 bu yerda kirmaydi javobga, chunki 0 bo'lgan holatda tenglamalar, tenglamamiz yechimga ega bo'lib qoladi. Nechta yechimga bo'ladi? 2 ta yechimga ega bo'ladi. Demak, javob birinchisida minus cheksizdan 0 gacha 0 kirmaydi. Demak, shunda A'ning minus cheksizdan 0 gacha bo'lgan qiymatida tenglama yechimga ega emas. Endi ikkinchi savol. A'ning qanday qiymatlarda tenglama yagona yechimga ega? E'tibor bering. Demak, 0 dan pastda bo'lgan holatda tenglama yechimga ega emas ekan. 0 ga teng bo'lgan holatda nechta joyda kesishyapti ular? 2 ta joyda kesishyapti. Mana 2 ta joyda kesishyapti. Hop, A yuqoriga ko'tarilganda, albatta bu narsa ko'rsatilyapti. Hop. Mana masalan
A yuqoriga ko'tarilganda hop, funksiyaning grafiklari 4 ta nuqtada kesishadi. 0 bo'lgan qiymatda 2 ta joyda kesishadi. Mana. Demak, bu oralıqlarda birinchidan 0 bo'lganda 2 ta, bitta joyda kesishadigan holat yo'q. Bu cheksiz davom etishi mumkin yuqoriga, lekin baribir u har doim 2 ta kesishadi 4 dan tepada bo'lganda. Demak, A ning qanday qiymatda tenglama yagona yechimga ega? Tenglama A ning hech qanday qiymatida yagona yechimga ega bo'lmaydi. Ya'ni nima degani? A ning unday qiymati yo'qki, tenglamalar toki mana bu parametrik ko'rinishdagi tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Demak, ikkinchini javobi bo'sh to'plam. A ning unday qiymati yo'q. Uchinchi. A ning qanday qiymatlarda tenglama ikkita yechimga ega? A ning qanday qiymatlarda tenglama ikkita yechimga ega? Mana bu imkoniyatdan foydalanamiz. Birinchidan A 0 bo'lganda ikkita yechimga ega bo'ladi. -1 va 3 nuqtada. Hop, bu oralıqlarda yechim ikkitadan ko'p. 4 ga kelganda yechim 3 ta bo'ladi. 4 ga kelganda yechim 3 ta bo'ladi va 4 dan yuqorida bo'lganda 4 dan yuqoriga ketsa funksiya ikkita yechimga, ya'ni ikkita joyda kesishadi. Demak, javob A qanday qiymatlarda tenglama ikkita yechimga ega bo'lgan savolga birinchidan 0 ga teng bo'lganda, A 4 dan yuqorida bo'lganda, ya'ni 4 dan cheksizga bo'lganda. To'g'ri javob kirmaydi. Endi 4-savol. A ning qanday qiymatlarda tenglama 3 ta yechimga ega? Bitta, 2 ta, 3 ta joyda kesishyapti. Bunday qiymat boshqa mavjud emas. Demak, A 4 bo'lganda funksiyaning tenglamaning yechimlari 3 ta bo'ladi. Boshqa bormi shunaqa oraliq? Yo'q. Boshqa yo'q. 4 dan yuqorida 2 ta, 0 da 2 ta, 0 dan 4 gacha 4 ta, 0 dan pastda yechimga ega emas. Endi savol, 5-savol. A ning qanday qiymati tenglama 4 ta yechimga ega? Menimcha o'z javobni ko'ryapsiz. 0 dan 4 gacha. 0 ham 4 ham javobga kirmaydi. Lekin 0 dan 4 gacha bo'lgan barcha haqiqiy sonlar A ning o'rniga qo'yilganda ushbu parametrik tenglama 4 ta yechimga ega bo'ladi. Chunki mana bu funksiyalarning grafigi 0 bilan 4 orasida 4 ta joyda kesishadi. A ning qanday qiymatlarda tenglama cheksiz ko'p yechimga ega? Tenglamalar cheksiz ko'p bo'lishi uchun bu holatda barcha x'lar y'larga nisbatan to'g'ri kelishi kerak yoki funksiyalarning grafigi ustma-ust to'g'ri kelishi kerak-da. Bitta ustma-ust to'g'ri keladigan holat yo'q. Maksimum bo'lishi mumkin 4 ta joyda kesishadi. Ya'ni ko'pi bilan 4 ta joyda kesishadi, kamida 2 ta joyda kesishadi. Demak, 2 ta bo'lishi mumkin yechim, 3 ta bo'lishi mumkin yechim, 4 ta bo'lishi mumkin yo yechim bo'lmasligi mumkin. Cheksiz ko'p yechimga ega bo'lishi uchun yana qaytaraman, bu funksiyalar grafiklari cheksiz ko'p nuqtada keshishi kerak. Cheksiz ko'p nuqtada kesishadi, bu ikkala funksiya bir-biriga ustma-ust tushishi kerak degani. Ustma-ust tushadigan holat yo'q bu yerda, ko'rinib turibdi. Ya'ni cheksiz ko'p kesishadigan joyda o'zi yo'qligi uchun, demak javob 6-savolga. A ning qanday qiymatlarda tenglama cheksiz ko'p yechimga ega bo'lgan savolga A ning bunday qiymatlari mavjud emas. Ya'ni tenglamani cheksiz ko'p yechimga ega qiladigan A ning hech qanday qiymati yo'q. Ya'ni bo'sh to'plam. Bunday tenglamalar, bunday grafik usulda yechiladigan misol va masalalarimiz juda ham ko'p. E'tibor bergan bo'lsangiz, dasturning imkoniyatlari juda ham katta. Ayniqsa vizual tarzda ishlashda. Balkim shu misol yo tenglama siz uchun juda ham katta qiyinchilik tug'dirgan bo'lishi mumkin shu kungacha. Lekin GeoGebra dasturi orqali bunday vizuallashtirish orqali siz ta'lim berayotgan o'quvchilarda aynan bu masalalar va tenglamalar eng oson tenglamalardan biri bo'lib qoladi.
E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.